50 yosh ham tug'a oladi. Palonchi 52 yoshda tug'ibdi, 55 yoshda tug'ibdi, 54 yoshda tug'ibdi degan anaqalarni eshitamiz-ku novostilarni. No, bitta narsaki, ko'pincha shunaqa yoshdagilar donorskiy yaitseklatka bilan qilingan bo'ladi. Juda ko'p holatlarda. O'zini hujayrasi bilan eko qilinibdi, o'zini hujayrasidan tug'ibdi. To'g'ri, homiladorliklarni ko'p eshitasiz. 46 yosh, 47 yosh, 48 yosh o'zini hujayrasi olib, o'zini hujayrasidan homilador bo'libdi deganni ko'p ko'ramiz. Lekin statistikada haqiqatda tasdiqlangan shu yoshda shu kungacha ekodan tuqqan ayol yo'q, afsuski. O'zini tuxum hujayrasi bilan tuqqanlar bor, 47, 48, 52, 54 yoshda tuqqanlar bor. Lekin ularni surishtirsangiz, ular donorskiy kletkadan tuqqan bo'ladi-da. O'ziniki hech kim qilmaganmi shuncha payt? O'zinikini qiladi, o'ziniki tug'ruqqa yetib bormaydi. Ya'ni kriokonservatsiya qilib qo'ymaganmi hech kim shu paytgacha? Kriokonservatsiyaga uncha uzoq bo'lmadi-da, 8-10 yil bo'ldi kriokonservatsiyaga. Ko'pincha yomon tomoni kriokonservatsiya haqida 35, yoshi 40 dan kelgan odamlarning xayoliga keladi-da. Xohlaymizmi, xohlaymizmi 35 yoshdan keyin tuxum hujayralarini faqat soni emas, sifati ham reska tushib ketadi. Как раз mana bu kalkulyatorimiz bor. Masalan, aynan sizni yoshingizda, sizni tana vazningiz bilan, sizni ko'rsatkichlaringiz bilan necha marta tuxumingizni yig'ib muzlatib qo'yishimiz kerak, kelajakda buni ishlata olishimiz uchun desak ham hisoblab beradi. Bitta ekoni o'zidami, ikkita, uchtami qilib ko'rsa bo'ladi. Yoshini katta berganingiz bilan srazu reska protokollarning soni ko'payib boraveradi. Уже bitta protokol yetmaydi. 2 marta, 3 marta eko qilib tuxum hujayra terishga to'g'ri kelib qoladi. Kamida. Ba'zi birda 8 marta, 10 marta terish kerak deydi, masalan, bitta ikkitadan bo'lsa. Shuning uchun yoshroq paytda bu narsani o'ylash kerak. Iloyim kerak bo'lmasin, biz yaxshi niyat deymiz. Hamma xohlagan juftini topib, orzusidagi farzandlariga yetsin. Lekin garantiya yo'q-da o'sha paytga kelganda tuxum hujayra qolmasligiga. Hattoki biz Ha? Mana Viktoriya Bonyani intervyusini ko'rdingizmi yaqinda? Nadejda Streletsga bergan video intervyusini. Strelets so'rayapti. Necha yoshsiz hozir? 46 yoshman. Tug'ish niyatingiz bormi? O juda ham xohlardim yana tug'ishni, deyapti. Muzlatib qo'ygan tuxum hujayralaringiz bormi? Yo'q, afsuski muzlatib qo'ygan tuxum hujayralarim yo'q. Hech kim menga shu narsani aytmagan ekan deb sal jahli chiqib javob beryapti. Men shu narsani bilganimda muzlatib qo'ygan bo'lardim tuxum hujayramni. Boshqa ayolni tuxum hujayrasidan tug'ishga tayyor emasman, u narsani ruhiyatim qabul qilmaydi, deyapti Bonya. Lekin agar menga o'sha narsani aytishganda, akasi 2012-2013 yildan bor ekan bu narsa. Menga hech kim aytmagan. Aytishganda men tuxum hujayralarimni muzlatib qo'yib, hozir balki tug'ishga harakatini qilayotgan bo'lardim, deydi. To есть ba'zi bir holatlarda patsientlarni shu protsedurani qilishga sog'lig'i ham ko'taradi. Moliyaviy tomondan ham imkoniyati bor. Faqatgina informatsiya bo'lmasligi mumkin. Kimni misol qilib keltirish mumkin shu tuxum hujayrasiga? Как раз yoshi katta bo'lgan, yoshi 35-40 dan oshgan patsientlar kelib ekoni o'tkazishganda, yosh 20-25 yosh bilan 35-40 yoshli ayolning ekosi tubdan farq qiladi. Narx-navosi deyarli bir. Lekin protsedurani yakuni natijasi umuman boshqa bo'ladi. Yosh organizmi, tuxum hujayralari sog'lom, xromosoma nabori sog'lom bo'lgani hisobiga ko'proq va sog'lom embrionlarni olish imkoniyati ko'p bo'ladi. Yosh katta bo'lgandan keyin u kamayib ketadi. Shuning uchun yosh kattalarga biz so'nggi paytlarda banking muolajasini taklif qilayotganimiz yo'q. Banking bilasiz? Banking bu tuxum hujayrani yig'ish. Ya'ni eko protokolini narxini biroz kamaytirish uchun shunaqa taklif beriladiki, deylik har bitta terilgan tuxum hujayra bu lotereya bileti. Давайте oldin ko'p lotereya bilet yig'ib olaylik deyishadi. Masalan, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta tuxum hujayra yig'ib olaylik deb ma'lum bir yig'ib olganimizdan keyin xo'jayiningizlarni urug'lar bilan urug'lantirsak, rezultat yaxshiroq bo'ladi. Ekonomik tomondan ekoni narxi arzon bo'ladi deyiladi. Chunki urug'lantirmasangiz, deyarli programmani yarim to'lovini to'laysiz. Har safar butun to'lovini to'lamasdan yarim to'lov qilib, oxirida bitta to'lov qilinadi. Shunda masalan 2 ta emas 1,5 ta protokolni mablag'ini to'laysiz. Lekin yosh katta bo'lgandan keyin o'zi umuman tuxum hujayra juda ham nozik. E'tibor bersangiz, funksiyalarni ko'rsatayotganimizda svet o'chgan bo'ladi.
deyarli ortiqcha baland ovozli bo'lmaydi. Svet o'chgan, u faqatgina menga o'zida ekran yaxshi ko'rinishi uchun emas, shu darajada tuxum hujayra nozikligi uchun. Masalan, biz umuman atir sepmaymiz, o'ta kuchli hidli kremlardan foydalanmaymiz. Nimaga? Chunki tuxum hujayra yorqin chiroqqa, baland ovozga, hidlarga sezuvchan bo'ladi. Hattoki embriologiyada poverxnostlar, yuzalar, pollar boshqa joydagi boshqa tibbiyotda ishlatiladigan mahsulotlar bilan artilmaydi. Faqat eko laboratoriya uchun mo'ljallangan antiseptiklar bilan ishlov beriladiki, ularni hidi bo'lmaydi, ular lekin effektivniy bo'ladi. Chunki tuxum hujayra juda ham nozik. Ayollar boshidan hujayrali paytidan shunaqa nozik bo'ladi. Va bu narsa уже isbotlangan. Embrionni muzdan tushirsak, u deyarli o'zgarmaydi. Ba'zi bir holatda nabarat embrionlar kattalashib qoladi. Erkaklarning urug' hujayrasi ham shunaqa. Deyarli muzdan tushgandan keyin ular o'zgarmaydi. Lekin ayol tuxum hujayrasi taxminan 10-15% gacha o'zini sifatini yo'qotishi mumkin bitta muzlab tushirgandan keyin. Ayniqsa uni sifatini tushiradigan yana boshqa faktorlar bo'lsa, yoshingiz katta bo'lsa, deylik masalan, ortiqcha tana vazningiz bo'lsa, boshqa somatический kasalliklaringiz bo'lsa, bu narsani yaxdan tushganda ko'ngildagidek bo'lmaslik ehtimoli balandroq bo'ladi. Shuning uchun biz hozir klinikamizda o'sha o'zimizga ichki protokol qilganmizki, agar ayol kishining yoshi 35 dan katta bo'lsa, unda bu ayolga banking protsedurasini tavsiya etmasdan, keling, nechta hujayra oldik? O'sha bitta, ikkita hujayra oldikmi? Shu bitta, ikkita hujayrani maksimal potensialidan foydalanaylik. Shu bitta, ikkita hujayrani urug'lantiraylik. Oldindan o'sha kalkulyatorimizda hisoblaymiz, qanchalik shansi bor shu ikkita hujayra bilan homilador bo'lishga. To'g'ri, shanslar baland bo'lmaydi. 10% bo'lishi mumkin, 12-15% bo'lishi mumkin. Lekin shu 10-12% ham muzlatib qo'ysak, umuman yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Masalan, yaqinda bitta patsientkam keldilar. Boshqa eko klinikada adashmasam 4 ta 5 ta tuxum hujayra yig'ilgan, 4 ta 5 ta protsedura qilingan va 8 ta tuxum hujayra yig'ilgan. Va protsedurani yakunida afsuski bironta ham embrion hosil bo'lmagan. To'g'ri, balki muzlatmasdan har safar eko qilinsa ham shunaqa bo'lishi mumkin edi. Lekin boshqa varianti bor. Balki hujayrani muzlatmasdan urug'lantirganimizda embrion hosil bo'lishi mumkin edi. Va balki bu ayol 4 marta, 5 marta eko qildirib, banking qildirmas degan variant ham bor. Xolos, bu ayol keldilar, umuman boshqacha protokol qildik. Ya'ni menstruatsiyani hayzi eko uchun 2-3 kunidan boshlasak, bu ayolda hayzi 2-fazasidan, ya'ni ovulyatsiya bo'lgan tuxum hujayralarini emas, follikulni uzadida ko'ringani uchun hayzi 2-fazasida stimulyatsiyani boshladik. Va stimulyatsiya natijasida adashmasam 3 ta follikul o'sdi, 2 ta follikul o'sdi, bitta kichkinarog'i bor edi, uchinchisi uchalasidan ham tuxum hujayra oldik. Nima qildik? Oldingi tajribani qaytarmadik. Bor bo'lgan o'sha 3 ta tuxum hujayradan embriologimiz ikkitasi a'lo sifatli yetilgan tuxum hujayra degan informatsiyani berdi. Patsientkamiz va juftlarning roziligi bilan ularni o'sha kuniyoq urug'lantirdik. Va bugun hozir men sizga Kriyabank ko'rsataman. O'sha Kriyabankda bizda hozir bitta a'lo sifatli embrionchalari bor. Uni genetik tekshiruvga jo'natganmiz. Xudo xolisa sog'lom embrioncha bo'lsa, albatta uni bachadonning ichiga qo'yamiz. To есть agar biz o'sha oldingi tajribani davom ettirib yana yiqqanimizda, balki shu yiqqan ikkita tuxum hujayramizdan ham ayrilib qolishimiz mumkin edi. Ya'ni agar sizni yoshingiz katta bo'lsa, ya'ni 35 dan yoshingiz katta bo'lsa, tuxum hujayralaringiz soni kam bo'lsa, sizga banking muolajasi taklif qilinayotgan bo'lsa, yana bir bor bu narsani o'ylab ko'rishingizni sizga tavsiya etgan bo'lardim. Balki 4 ta 5 ta va undan ko'p tuxum hujayra yig'ib o'tirgandan ko'ra, bor olingan bitta, ikkita, 3 ta tuxum hujayra sifatli bo'lsa, uni maksimal potensialidan foydalangan holda balki uni urug'lantirib qo'yish kerakdir. Masalani moliyaviy tomoniga qaraydigan bo'lsak, unchalik ham ishonchim komil emaski, ketma-ket qilingan protokollarning natijasida siz mablag'ingizni ekonom qilishingiz mumkin balki, lekin natija siz va reproduktologingiz o'ylaganchalik bo'lmasligi mumkin. Lekin banking protseduramiz bor. Kimga? Yoshingiz yosh bo'lsa, 25 yoshda bitta ikkita follikula bilan 35 yoshda bitta ikkita follikula tubdan farq qiladi bir-biridan. Yosh organizmni baribir follikulasi chidamliroq, sog'lomroq, xromosoma nabori to'plami
butunroq bo'ladi. Shuning uchun agar siz organizmingiz yosh bo'lsa, lekin tuxum hujayralari soni kam bo'lsa, banking protsedurasi sizga rezultat berishi mumkin. Lekin yoshingiz katta bo'lsa, sizga tavsiyam bor yig'ilgan tuxum hujayralaringizdan maksimal foydalanib, ularni potensialidan maksimal foydalanib, vaqtingizni va ba'zi holatda pulingizni bekor sarflamasligingizni tavsiya etaman.